Bu musahhalari bor, ularga ro'za tutish mumkinmi? Umuman olganda bu holatda organizmdagi sahrni miqdoriga qarash kerak. Ya'ni sahr qancha baland bo'lsa, birinchi navbatda uni tushirish lozim. Agar sahrlar yaxshi yurgan bo'lsa, tutish mumkin, faqatgina bu holatda ba'zi bir narsalarga e'tibor qaratish lozim. Ya'ni aynan organizm uzoq vaqt ochlik hisobiga qondagi qand miqdorining tushib ketish holatlari ko'proq kuzatiladi. Agar bemorda qanaqadir bezovtaliklar bo'lsa, darhol qondagi qand miqdori tekshirilishi lozim va shu bilan birgalikda agar bu holat tez takrorlansa, shifokor tavsiyasi bilan birgalikda qondagi qand miqdori uchun ichiladigan dorilarni miqdorini pasaytirish mumkin. Va shu bilan birgalikda iftorlik va saharlik vaqtida aynan qandli diabet uchun xos bo'lgan, ya'ni 9-stolga tegishli bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Chunki uzoq vaqt ochlik davomida qondagi qand miqdorining tushishi va iftorlik vaqtida uglevodli narsalarni yeyish hisobiga qondagi qand miqdorining juda ham tez ko'tarilishi hisobiga organizmdagi bu o'ynash juda ham katta ta'sir qiladi. Shu sababli aynan diabetga mos bo'lgan holatda parhez qoidalariga amal qilib taomlanish tavsiya qilinadi.